Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Buxoriy. Bizdan boshqa bu kabi insonlar chiqmaydi, bilasizlarmi nimaga akalar? Chunki biz tarixda yoza olmayapmiz. Agar 10 asrdan keyin hali ham u mahal o'zbek degan millat bo'ladigan bo'lsa, hali ham shu insonlardan faxrlanib yurishgan bo'ladi. Nimaga? Chunki biz tarixda yoza olmayapmiz. Tarixga kirishga loyiq insonlarimiz yo'qligidan emas, bor bunaqa insonlarimiz. Lekin biz ularda emas, qatta yo tutti tularda o'qishlayapmiz. Nimaga Amir Temur tarixga kirgan? Nimaga Alisher Navoiy, nimaga Zahiriddin Muhammad Bobur tarixda qolgan? Chunki o'sha davrlarda xalq faqat shunday insonlarni o'qishlagan. Shu insonlarga ergashgan. Biz hozir kimni o'qishlayapmiz? Kimga ergashyapmiz? Ertaga tarixda xuddi shu insonlar qoladi. Men ishonmayman, biz tarixni yozib olmaymiz. Ishonmayman. Tarixga kirishga loyiq insonlarimiz yo'qligidan emas. Tarixni yozadigan qalamlarni siyoh qolmaganidan yozamiz.